WhatsApp kanalıma salom qondasizlar, yo'qsizlar. Ko'rishmaganimizga ham 800 yurib ketibdi. Qatma. Xullas, obunachilar. Bugungi videoda biz sizlar bilan Car Simulator 2 dan videomiz. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Obunachilar, bugungi videoda biz sizlar bilan yangi obnovani obzorini qilamiz. Hozir men sizlarga uncha narsani tushuntirib ketaman. Men chekkada turgan Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yasizlar. Telegram kanaliga, YouTube kanaliga ham, Notish Pro kanaliga obuna bo'linglar do'stlar, chunki u mening eng yaqin do'stim. Nima bo'lmadim deydigan bo'lsalaring, men Notish Pro bilan video olatdik, kanalga o'tib podpiska bosib obuna bo'lib qo'yasizlar do'stlar. Va do'stlar, biz video oldik, shunga uncha vaqt men bo'lmadim YouTube'da. Juda ko'p vaqt bo'lmadim. Birinchi videoyim shunga mana shu narsa obnovani sinab ko'rishga sarflamoqchiman. Like bilan obunani bosib qo'yinglar, pachkalab likelar, obunalarni bosinglar do'stlar va biz videoni boshladik. Короче, obunachilar, biz yangi narsalar ko'rib chiqamiz. 5 ta 1 tiyinga qimmat mashinalar. Yaxshi, yangi yo'lak полоса препятствий. Доставка avtomobili. Ana do'stlar, biz shuni gaplashuvdik sizlar bilan istamda bo'lsa. What? Shu ballonlarni ichidagi tormozni bo'yash, keyin qizarishini aytdim do'stlar sizlarga. Mana do'stlar paydo bo'libdi. Keyingisi bizda kartadagi yangi yo'llar, zo'r hozir do'stlar. Mana do'stlar, kartada paydo bo'lishini ham aytdim shekilli. Yo'q, aytmadim. Ha? Lekin bildim. What? Keyingisi bizda buni bilmadim to'g'risi. Bu nima ekan? Bu qanaqa достижение ekan. Keyingisi bizda voyat uy. Yes. Okay. Короче, mana yangi uy bizda. Qaramasam bizda keyingisi bu yangi yorvardim. Yangi garajlar do'stlar mana. Paydo bo'lgan maslar uchun hammasini ochib qo'yganman, mashinalarni ham hammasini olib qo'yganman, lekin obzorni bugun qilmayman. Obzorni sekin qilamiz do'stlar, endi конечно. Keyingisi bizda bu yangi daraxtlar, go'zallik. Yaxshi, yomon emas. Men yo'qligimda obnovalar ko'pgina bo'lib ketibdi. Yaxshi do'stlar, esicha o'tgan videoda kim eshitgan bo'lsa, men akkauntim yangiladim. Вот поэтому menda mashinalar kam dash. Olmasam, let's go. Mana yangi kirishdan qilib qo'yishdi do'stlar. Chiroylikgina qilib men kelishimga. Boy. Mayli, keyingisi bizda do'stlar. O'titdi. So, norm. Qatma. Mana nito bo'lyapti. Qatma. Stop it. Get some help. Mana do'stlar, chiroyliligini qaranglar. Bo'pti, men kraska qilganman ballonni. Hammalaring bilishlaring kerak. Endi kraska qilishdan bo't mana. Menikidagi rangi mana. O'zim kraska qilib qo'yganman. O'ylamanglar, unaqa bas, bola, unaqa bas, o'ylamanglar. Endi o'ylabmagina. Unaqa. Obunachilar, unutdinglar endi, bo'ldi, unutdik. Hammamiz unutdik. Mana valla jannida ketyapman. Bizning birinchi funksiyamizda shu diskani qizarishi do'stlar. Mana hozir gazni bosib ketaman. Ko'rsaman, qizarganini ko'rdilaring. Diskaga yetib bormayman.
klikka qani mana tormozni bosamiz. Vo mana mana sizlarga yaxshiroq ko'rinsin mana do'stlar. Mana do'stlar mana qizargan qaranglar mana qizil tarz qo'yganni qaranglar. Nechta tarz sezonlar boshlandi. Mana bo'lmasam olg'a biz yangi avtosalon tomon ketyapmiz. Bahonada biz animatsiyadan ko'ramiz, yangi lokatorda. Shunchalik ketib qoldimmi? Otang baxtiga solib qo'ydim. Xullas mana do'stlar, davay chipcha gap otib ketaylik endi. Xullas, nima ham bo'lmadim. Aytganimdek, Notish Pro'da kanalga video oldik. Mana chekkada chiqib turibdi. Kattakon rahmat sizlar tufayli men 64 ta bo'ldim. Davay yana 36 ta obunachi qo'shib 100 ta bo'laylik. Bizning maqsadimiz 1K do'stlar. Вот, obunachilar, men hamma davlat mashinalarida hamma yangi avtomobil mashinalarida olib qo'yganman. Biz ko'rib chiqamiz hozir ularni pullarini, конечно, men chekkada ekran tepasida yozib qo'yganman. O'tib ko'raverasizlar. Qaysi mashinani o'g'irladyapti? Lamborghini. Missiyadan chiqib ketaman. Hozir men yangi avtosalonga borib, ko'rishim kerak oldin men hamma mashinani. Bolalar mana Notish Pro kanali mana chekkada, Telegram kanali ham o'sha yerda turibdi. O'tib obuna bo'laverasizlar. Video kattakon video so'rayman. Afsuski videoda nima dedim? Videoga shunday vaqt bo'lmadi. Video yetmay qoldi. Mana internetim o'chib qoldi do'stlar. Shatto videoni zagruzka qilmay qo'yarsa rozi bo'laverasizlar. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Sizlar bilan kirash ikkinchi qismini kutinglar. To'xtanglar, hozir ikkinchi qismini chiqaraman. Kutinglar. Ishonmayapsizmi?